Assalomu alaykum. Men Sherzod Tashmatov, Coral Club kompaniyasining distribyutoriman. Men o'ylaymanki, shu paytgacha siz kompaniyani ilovasi hamda tabiiy mahsulotlari bilan tanishib chiqishga ulgurgansiz. Agar ulgurmagan bo'lsangiz, o'zingizning ustozingizga murojaat qiling. Ular sizga kompaniya ilovasi hamda tabiiy mahsulotlari bilan qanday foydalanadi, shularni o'rgatib qo'yadi. Hozir esa biz kompaniyamizning asosiy biznes g'oyasi marketing reja haqida gaplashamiz. Marketing reja nima degani? Tasavvur qiling, hayotda har bir odam daromad topishlik uchun yoki pul topishlik uchun qanaqadir kasbni egallaydi yoki bo'lmasa biznes qiladi. Mana shu kasbda ishlashdan oldin u kasb bilan tanishadi va nima ishlar qilsam bir oy davomida menga qancha daromad to'laydi. Shuni aniq bilgandan so'ng o'sha joyga ishga kiradi. Marketing reja degani siz Coral Club kompaniyasida bir oy davomida nima ishlar qilasiz, qanday rejalarni amalga oshirasiz va shu amalga oshirgan rejalaringizni, qilgan ishlaringizga kompaniya sizga qancha daromad to'laydi. Qisqa qilib aytganda, marketing reja degani siz kompaniyada olib borayotgan faoliyatingizga nisbatan qanchalik daromad topishingizga aytiladi. Birinchi navbatda siz ustozingiz orqali yoki sizga jo'natilgan referral silka orqali ro'yxatdan o'tasiz va siz nomzodga aylanasiz. Mana bu nomzodlik kartasini aktivlashtirishlik uchun kompaniyadan o'zingizga kerak bo'lgan atigi bir dona tabiiy mahsulotni sotib olishingizga nomzodlik kartasi aktivlashadi va siz assistentga aylanasiz. Siz endi o'zingizda bo'lgan natijalarni tanishlaringizga, yaqinlaringizga, farq etmas, boshqa davlatdagi do'stlaringizga aytsangiz, ular ham mahsulotni olishlikka qiziqsa, ularga referalniy silkani jo'natasiz onlayn orqali, ular ham ro'yxatdan o'tadi va o'zlariga tegishli bo'lgan mahsulotni olishiga sizga kompaniya tomonidan 5% cashback to'lanadi. Bu birinchi daraja hisoblanadi. Birinchi daraja, ya'ni nomzodlik darajasini siz o'zingizga atigi bir dona mahsulot olib aktivlashtirdingiz va do'stlaringizga aytyapsiz, tavsiya qilyapsiz va bu tavsiyadan sizga kompaniya 5% cashback to'layapti. O'zi hayotda inson shundayki, o'ziga yoqqan narsalarni do'stlariga, yaqinlariga, insonlarga aytib o'tadi va afsuski hayotda bizga hech kim bunga pul to'lamaydi. Bizni kompaniyada esa siz har bitta tavsiyangizga tovar aylanmada ishtirok etganingiz uchun kompaniya sizga mehnatingizga yarasha cashbacklar beradi. Bu birinchi daraja, ya'ni nomzodlik darajasi. Endi ikkinchi daraja, siz sekin-asta o'zingiz va tavsiya qilgan do'stlaringiz, tanishlaringiz mahsulot olgan sari oyma-oy bu to'planib boradida, qachonki 500 ballga yetgan paytda siz ikkinchi darajaga, ya'ni sovg'a oluvchi, premium iste'molchiga aylanasiz. Premium iste'molchining afzalliklari nima? Endi siz olgan mahsulotlaringizdan 10% cashback olasiz, tavsiya qilgan do'stlaringizdan, tanishlaringizdan esa tovar aylanmasdan 5% o'zingizga cashback olasiz. Kompaniyada ikkinchi daraja, bu premium iste'molchi deyiladi. Premium iste'molchiga qanday erishiladi? Siz o'zingiz mahsulotni ichdingiz va tanishlaringizga, do'stlaringizga tavsiya qilyapsiz. Oyma-oy yig'ilib borgan ballar to'planib 500 ballga yetganda siz sovg'a oluvchi, ya'ni premiya oluvchi iste'molchiga aylanasiz. Ana unda sizga kompaniya siz o'zingiz olayotgan mahsulotlardan 10% cashback to'laydi, siz tavsiya qilayotgan tanishlaringizdan esa 5% dan cashback to'laydi. Bu cashbacklardan nima uchun to'laydi? Chunki siz do'stlaringizga, tanishlaringizga tabiiy mahsulotlarni tavsiya qilib, kompaniyani tovar aylanmasida ishtirok etganingiz uchun to'laydi. Yuqorida sizlarga aytib o'tgan ikkita daraja, birinchisi nomzodlik darajasi, ikkinchisi premium iste'molchi darajalari bu kompaniya Coral Clubda iste'molchilar modeliga kiradi. Haqiqiy biznes 3-darajadan boshlanadi. Bu esa direktorlik darajasi. Direktorlik darajasi kim? Har oyda o'zini shaxsiy iste'molchi uchun 50 ballik mahsulot olgan odam hamda
yaqinlariga, do'stlariga tavsiya qilganda gruppasini, ya'ni iste'molchilar guruhini olgan mahsulotlari 450 ball. Tasavvur qilinglar, mana bu ko'rinishda bo'ladi. Hammasi bo'lib 500 ballga yetganda mana shu direktorlik statusiga ega bo'ladi. Ya'ni bu ballarni bir oy davomida qilgan paytda kompaniyadan endi o'ziga 25% cashback oladi. Ya'ni o'zini shaxsiy obyomidan 25 va gruppasini tovar aylanmasdan esa 25%. Hammasi bo'lib esa 125 shartlik birlik. Nima uchun bu shartli birlik hisoblanadi? Har bir davlatni o'zini kurs pul belgisi bor. O'shuning uchun 125 bu o'rtacha pulni shartli birlik hisobda ko'rinishi. Direktorlik darajasini muhim jihati bor. Ya'ni siz o'zingizga shaxsiy foydalanish uchun 50 ball oldingiz, bir do'stingizni tavsiya qildingiz, u inson ham o'zini tanishiga tavsiya qildi tabiiy mahsulotlarni. Endi siz bu yerda bu insondan 25% cashback olasiz. Mana bu insondan esa 20% cashback olasiz. 5% qayerga ketyapti? 5%ni mana bu insonga, mana buni ham hissasi borligi uchun 5%ni mana shu insonga kompaniya to'lab beradi. Direktorlikda yana bir turi bor. Bu ekstra bonus deyiladi. Birinchi navbatda mana bu direktorimiz, ya'ni sizlarga aytib o'tib ketgan direktor 50 ball hammasi bo'lib iste'molchilar guruhi bilan 450 bu oddiy direktor, ya'ni havaskor direktor. Ikkinchi direktor bor, bu ekstra bonusli direktor. Bu 50 ball shaxsiy o'zi xaridi uchun oladi va ikkinchisi iste'molchilar guruhi 700 ballik iste'mol guruhi bo'ladi. Bu yerda hammasi bo'lib 750 ball ko'paytiramiz 25% ga 187,5 shartli birlik va plus 50 shartli birlik hammasi bo'lib 237 shartli birlik o'ziga daromad oladi. Bu yerda qaranglar, 500 ballga 125 shartli birlik daromad olyapti. Bu yerda esa 750 ball atiga ozgina mehnat qilib qo'yapti-da, 2 barobar daromadga chiqyapti. Kompaniyada ikkinchi daraja serebrniy direktor, ya'ni kumush direktor. Bu qanday daraja hisoblanadi? Undan oldin sizlar bilan ozgina direktor darajasini eslab o'tamiz. Siz o'zingizga 50 balli mahsulot oldingiz va siz tavsiya qilgan iste'molchilar guruhi 450 ballik mahsulot oldi va siz 500 ball bilan oddiy havaskor direktor bo'ldingiz. Agarda bu yerda 400 ni o'rniga 700 ball bo'ladigan bo'lsa, hammasi bo'lib 750 bo'ladi. Siz ekstra bonusli direktor bo'lasiz. Men mana shu direktorlikni tavsiya qilaman sizlarga. Demak, bu oddiy direktor, kumush direktor bo'lishingiz uchun sizda bitta hamkor paydo bo'ldi. Men ham sen bilan birga faoliyat olib boraman degan. Bu ham o'zini iste'molchilar guruhi bilan, ya'ni u o'zi 50, pastidagi iste'molchilari 700 ball oldi, direktorga aylandi. Ana endi siz kumush direktor bo'ldingiz. Kumush direktorda afzalliklari. Birinchi navbatda siz biznes qilishlik uchun kompaniya tomonidan jo'natilgan anketani to'ldirishingiz shart bo'ladi. Ikkinchisi esa birinchi liniyadan 10% cashback olishni boshlaysiz. Ya'ni direktorlar liniyasidan. Bu yerda iste'molchilar liniyasi alohida 10, 15, 20, 25% olasiz. Direktorlarda avloddan esa 10%. Endi bu shogirdingiz ham bitta sen bilan ishlayman degan ikkinchi direktorni chiqardi. Sizga bu ikkinchi liniya bo'ladi. Endi siz buni tovar aylanmasidan 8% cashback olasiz. Umuman olganda kumush direktorda bir oylik daromadi 250
300 shartlik birlik atrofidagi daromadga teng bo'ladi. Direktorlik darajasini muhim yana bir jihatlari, siz tavsiya qilgan odamlar bilan birgalikda yig'ilgan ball hisobiga bo'lishingiz mumkin. Lekin ayrim insonlar o'zlari bilmagan holatda direktor statusga chiqib qoladi. Qanday qilib? O'zi uchun xarid qiladi, uyga borsa, men ham mana shu mahsulotlardan ichaman deydi, natijalarni ko'rib va o'zi qarindoshlari bilan olgan ballar yig'indisi bitta diskon nomerda 500 ball bo'lib qoladi. Bunga ham kompaniya o'zini 25% cashback'ini to'lab beradi. Demak, birinchi qismida darajalarga e'tibor beradigan jihati bor, direktorlik darajasi. Ya'ni ikki turdagi direktorlik darajasi bor. Birinchi turdagi siz va tavsiya qilgan odamlaringiz yoki bo'lmasa o'zingiz qarindoshlar bilan 500 ball qilsangiz, siz oddiy havaskor direktor bo'lasiz. Agar ozgina mehnat bilan ko'proq odamga yordam berib, bir oylik ballar 750 ball bo'ladigan bo'lsa, siz endi 2 barobar daromadga chiqasiz. Yana qaytarib aytaman, havaskor direktorning daromadi 125 shartli birlik, ekstra bonusli 750 ball qilgan direktorning daromadi 237 250 shartlik birlik daromadiga ega bo'ladi. Marketing rejamizni birinchi qism bilan tanishdinglar, ikkinchi qismida esa kompaniyamizni keyingi darajalarini aytib o'taman.